Tayyor tuxum qo'yib turgan tovuq so'ragan mijozlarimiz uchun mana bugun sotuvga 14 ta tovuq, bitta xo'roz tayyorlab qo'yganmiz. Video davomida tovuqlarning narxini, vaznini hammasini aytib o'tib ketamiz. Tovuq olmoqchi bo'lgan tanishlar bo'lsa, bemalol tashlab qo'yaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana tovuqlarimiz tayyor tuxum qo'yib turgan tovuqlar. O'tgan yili ham tuxum qo'ygan, bu yilgi yana boshlagan tovuqlar. Uyga yoki ishxonaga olib boqib qo'yaman deganlar uchun yaxshi imkoniyat. Tovuqlarni mana shu tashqariga chiqarib tursanglar, yayrab, yana ham chiroylilashib ketadi. Bular hozir bizda qafas turganligi uchun ozgina siqilib qolgan. Tovuqlarimizni jersi tovuqlarning orasidan ajratib qo'yganmiz. Ajratilgan sababi oyog'ida ozgina paypog'i borligi uchun, mana shunaqa paypoqlar borligi uchun ajratib qo'yilgan. Sababi bizda faqatgina jo'jaga ishlanganligi uchun ajratib tashlaganmiz. Olib boqaman deganlar uchun bemalol boqsanglar bo'ladi, tuxumini olsanglar bo'ladi. Tovuqlarimizning vazniga keladigan bo'lsak, 3,5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 2,5 kilolik tovuqlar bor. Asosiysi tovuqlar hammasi sog'lom, tetik, orasida kasal yo'q. Endi bular narxiga keladigan bo'lsak, tovuqni ham, xorozini ham narxini 250 mingdan qilib belgilaganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib ham qilib joylab jo'natib beramiz. O'tgan safar tovuqlarni qo'yganimizda 20 ta tovuqimiz 300 mingdan bir kunga qolmasdan sotilib ketgan edi. Shuning uchun shoshilib qolasizlar. 14 dona tovuq, 1 dona xo'rozimiz bor. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham bo'ladi. Instagram direktimizga yozsanglar ham bo'ladi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tovuqchilar o'z kanaliga obuna bo'lib qo'yishi va yaqinlarga tarqatib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar.